Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz egri chiziqlar. Reja, umumiy ma'lumotlar, tekst egri chiziqlar, fazoviy egri chiziqlar. Eng avvalo biz egri chiziqdan avval chiziq o'zi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Chiziq nuqtaning fazodagi harakatidan hosil bo'lgan trayektoriyasiga chiziq deb ataladi. Egri chiziqlar ikki turga bo'linadi. Tekis egri chiziqlar hamda fazoviy egri chiziqlarga. Xuddi shuningdek, egri chiziqlar o'z navbatida qonunga bo'ysunuvchi va qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziqlarga ham bo'linadi. Keling biz hozir sizlar bilan birgalikda tekis egri chiziqlar haqida gaplashamiz. Tekis egri chiziq deb hamma nuqtalari bitta tekislikda yotgan egri chiziqqa tekis egri chiziqlar deyiladi. Demak, doskada bu narsani ko'radigan bo'lsak, demak mana bu. Mana. Bu egri chiziq. Demak, bu doska hamma nuqtasi shu doska tekisligida yotibdi. Yoki mana bunday egri chiziq mana. Yoki mana bunday egri chiziq. Yoki mana bunday elipis va hokazolar. Demak, bular hammasi tekis egri chiziqlarga kiradi. Demak, buning hamma nuqtalari bitta shu doska tekisligida yotibdi. Endi biz hozirgina aytib o'tib ketdik. Egri chiziqlar qonunga bo'ysunadigan va qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziqlarga bo'linadi deb aytib o'tib ketdik. Endi mana shu yerdan biz e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, demak mana bu narsa qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziq. Ya'ni buning hech qanday matematik ifodasi mavjud emas. Mana bu narsa, demak bu parabola, demak buning matematik tenglamasi mavjud. Yoki mana bu aylana deb aytadigan bo'lsak, aylanani ham o'zining matematik tenglamasi mavjud. Demak, mana bu qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziq, mana bu qonunga bo'ysunadigan egri chiziq. Xuddi shuningdek, transcendent tenglam egri chiziqlar ham mavjud. Bunda transcendent egri chiziqlar, demak sinusoida, kosinusoidalar transcendent egri chiziqlar deb ataladi. Demak, tekis egri chiziqlarga, demak mana bu yerda ko'rsatilgan mana bu egri chiziqlar tekis egri chiziqlar deb ataladi. Endi o'z navbatida demak, tekis egri chiziq ham, fazoviy egri chiziq ham qonunga bo'ysunadigan va qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziqlarga bo'linadi deb aytdik. Demak, qonunga bo'ysunmaydigani mana busi, qolganlari esa qonunga bo'ysunadi. Masalan, y barobar x kvadrat. Demak, buning grafigi egri chizig'i quyidagicha. Demak, mana bunday holat, mana bunday holat. Demak, mana bu x o'qi bo'yicha, mana bu y o'qi bo'yicha qiymatlar beriladigan bo'lsa, demak, x bo'yicha qiymat berilgan bo'lsa, y bo'yicha ko'tarilishlar hosil bo'ladi. Demak, mana bu narsa demak, qonunga bo'ysunuvchi egri chiziq bo'ladi. Yoki y barobar x kub. Demak, buni bir nimasini olib qaraydigan bo'lsak, demak bu mana bunday holat, ya'ni parabola bo'ladi. Parabola bo'ladi. Demak, mana bu x bo'yicha qiymat berganimizda y mana bunday tartibda ko'tariladi. Yoki aylana deb aytadigan bo'lsak, bitta nuqta atrofida teng masofada yotgan nuqtalar to'plamiga, demak, bu deb ataladi. X taqsim r plus y taqsim r kvadrat teng s deb ataydigan bo'lsak, demak, mana bunday holat. Har qanaqasiga ham, demak, mana s nimaga bo'ladi. Demak, bu qonunga bo'ysunuvchi egri chiziqlar. Demak, parabola, giperbola, aylana, ellips yoyi, aylana yoyi va hokazolar, demak, bular qonunga bo'ysunuvchi egri chiziqlar. Ya'ni qonunga bo'ysunuvchi egri chiziqlar, bularning matematik tenglamalari mavjud. Xuddi shuningdek,
xuddi shuningdek bu egri chiziqlarning tartiblari ham mavjud. Tartiblari demak egri chiziqni tenglamasdagi daraja ko'rsatkichi egri chiziqning tartibini belgilab beradi. Demak bu yerda demak parabolada ya'ni y barobar x kvadrat. Demak bu yerda 2 shu egri chiziqning tartibini belgilab berar ekan. Yoki y barobar x kub. Demak mana bu x ning darajasi 3 shu egri chiziqning tartibini belgilab beradi. Egri chiziqlarning tartibini belgilashda qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziqlarga tartib qo'llanilmaydi. Endi hurmatli talabalar, shu bilan birgalikda agar qonunga bo'ysunuvchi egri chiziqlar bo'ladigan bo'lsa, uning matematik tenglamasini bilmasak, u holatda uning tartibini qanday belgilaymiz degan narsa o'tadi. Demak, agar matematik tenglamasini bilmasak, shu egri chiziqqa shunday bitta to'g'ri chiziq o'tkazdirishimiz kerakki, bu to'g'ri chiziq eng ko'p nuqtalarda kesib o'tishi kerak shu egri chiziqni. Keling, mana oddiy bir misol, demak, parabolada shuni ko'rib chiqaylik. Agar mana bunday qilib turib bitta to'g'ri chiziq o'tkazdiradigan bo'lsam, buni kesib o'tgan nuqtalar soni 2 ta. Demak, mana bu yerda 1 va mana bu ikkinchi nuqta. Birinchi hamda ikkinchi nuqta bo'ldi. Demak, bu ikkinchi tartibli egri chiziq bo'ladi. Yoki giperbolani olib qaraydigan bo'lsak, giperbolani. Demak, biz hozirgina aytib o'tib ketdik, eng ko'p nuqtalarda kesib o'tish kerak deb aytdik. Demak, mana bu yerda mana bitta nuqtada, ikkita nuqta hamda uchinchi nuqtani kesib o'tyapti. Demak, bu uchinchi tartibli egri chiziq bo'lib hisoblanadi. Endi hurmatli talabalar, fazoviy egri chiziqlar nima? Fazoviy egri chiziqlarga nimalarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin degan narsa o'tadi. Fazoviy egri chiziq deb hamma nuqtalari bitta tekislikda yotmagan egri chiziqqa fazoviy egri chiziq deb ataladi. Yana bir bor qaytaraman. Hamma nuqtalari bitta tekislikda yotmagan egri chiziqqa fazoviy egri chiziq deb ataladi. Fazoviy egri chiziqlarda ham qonunga bo'ysunadigan, qonunga bo'ysunmaydigan egri chiziqlar mavjud bo'ladi. Fazoviy egri chiziqlarga eng yorqin misollardan biri bu prujinamiz, ya'ni vil chizig'i yoki bo'lmasa eng ko'p qo'llaniladigan bir rezbani chizig'i. Ya'ni vil chizig'i. Demak, bu mana bunday holatda. Demak, biz bunga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, buning hamma nuqtalari bitta tekislikda yotmaydi. Shuning uchun bu fazoviy egri chiziq bo'lib hisoblanadi. Yana buni turlaridan bor, demak, mana bunday holat, demak, konusda vil chizig'i bo'lib ham hisoblanadi. Mana bunday holatlar. Va hokazo. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat.